Mushuklar g'oyat ajoyib jonivorlardir. Yaqinda zoopsixolog olimlar ulardan chiqayotgan issiqlik inson tanasidagi og'riqlardan forig' qilish xususiyatiga ega ekanini hamda arterial qon bosimi bo'lganlar uchun psixologik xotirjamlikni ta'minlay olishini aniqlashdi. Mushuklarni silash kishini ortiqcha statik bosimlardan xalos etadi va natijada inson yengil bo'ladi. Har xil depressiya, stress, siqilishlar unutiladi, xotirjamlik paydo bo'ladi. Lekin bu yerda alohida ta'kidlab o'tish joizki, mushuk tarbiyali, muloyim va kasallikdan toza bo'lishi ahamiyatlidir. Dinimizda mushukka alohida e'tibor beriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushuklar haqida u sizlarning atrofingizda aylanib yuradigan hayvonlardan deb yaxshi gaplarni aytganlar. Sahobalardan Abdurrahman ibn Sahl mushuklarni yaxshi ko'rib, boqib yurganlari uchun Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tomonlaridan Abu Hurayra degan kunyani olganlar. Ya'ni mushukchaning otasi degan ma'noda kunyalanganlar. Abu Dovuddan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhissalom bir kuni yo'lda ketayotib, bolasini emizayotgan bir mushukni ko'rib qoldilar. Biror kishi uning tinchini buzmasin deya navbatchilik tashkil etdilar. Ortga qaytayotganlarida uni uylariga olib ketdilar. Bu mushuk payg'ambarimizning uylarida emin-erkin yurardi. Ana shu ma'noda mushuk uy hayvoni sifatida boqilishi mumkin. Agar atrofga tafakkur nazari bilan qarasak, ko'p ibratlar olishimiz mumkin. Jumladan mushuklardan ham. Istanbulda Hoji Mazlum degan kishi o'tgan. U hidoyatni mushukdan o'rgandim deydi va bo'lgan voqeani shunday aytadi. Bir kuni Istanbuldagi Ayyub Sulton mavzesida ketayotgandim. Bir mushuk baliqni og'zida tishlab ketayotganini ko'rdim. Kuzatsam, keyin u bir uyga kirib ketdi. O'sha zahoti og'zi bo'sh qaytib chiqdi. Orqasidan uyga kirdim. Uy ichida ko'zi ko'r bir kampir duo qilar edi. Ey Robbim, mening yetim nevaramning bugungi rizqini mushuk orqali jo'natganing uchun senga hamd bo'lsin. Uydan chiqdim. Ustozim Usmon Kamoliy yana oldiga borib, bu voqeani aytib berdim. Ustozim, nima qilib o'tiribsan? Mushukchalik farosating ishlamadimi? Bor, u kampir o'lguncha uning ehtiyojlariga ko'maklash dedilar. Odamiylikni menga mushuk o'rgatgan deydi. Bani Isroildagi bir ayol bir mushukni qiynab ovqat bermagani va u mushuk och qolib halok bo'lgani uchun Alloh u ayolni do'zaxga kiritdi. Ibn Asokir rahimahulloh o'zining tarix kitobida quyidagi voqeani keltiradi. Abu Bakr Shibli rahimahulloh vafot qilganidan so'ng ashoblardan biri uni tushida ko'rib so'radi. Alloh sizga qanday muomala qildi? Shibli dedi. Alloh meni huzurida tik turg'azib qo'yib so'radi. Ey Abu Bakr, seni nega mag'firat qilganimizni bilasanmi? Men o'zimcha solih amallarim, ibodatlardagi ixlosim, qilgan hajim, ro'zam va namozim sababli deb o'ylagandim. Lekin u zot menga, esingdami? Bog'dod ko'chalaridan birida ketayotganingda kichkinagina mushukchani ko'rib qolding. U sovuqdan titrar edi. Sovuqning qattiqligi va qorning kuchliligidan devorlarga tiqilib olar edi. Unga rahming kelib qo'lingga olding. Qo'yningga tiqib isitding. Uni sovuqning alamidan qutqarding. Esladim. Ana shu jonivorga rahm qilganing sabab biz ham senga rahm qildik dedi. Hayvonga ko'rsatilgan shafqatning bahosi bunday bo'lsa, insonga ko'rsatilgan mehrning mukofoti qanday bo'lar ekan? Shunga o'xshash mushuk bilan bog'liq yana bir voqea. Bir kishini onasi betob bo'lib shifoxonaga tushib qolibdi. Shifokorlar onaxonga qo'llaridan kelgan birinchi tibbiy ko'makni berishibdi. Ammo onaning dardi yengillashish o'rniga og'irlashib ketibdi. Kunlarning birida shifokor bemorning ahvoli yomonlashgani haqidagi xabarni bemorning farzandiga yetkazishni shifoxona xodimlariga buyuribdi. Shifoxonadan o'g'liga telefon orqali xabar yetkazilibdi. Shunda farzand shoshgan holatda shifoxonaga onasining huzuriga otlanibdi. Aksiga olib mashinasining yoqilg'isi kam ekani, manzilgacha yetib bormasligini bilgan farzand yoqilg'i olish uchun shaxobchaga kiribdi. Shu payt bir chetda mushuk bolalagani, hali hatto bolachalari yura olmayotganiga ko'zi tushib, shaxobcha xodimidan "Bu kimning mushuklari?" deb so'rabdi. Xodim "Egasi yo'q" deb javob qilibdi. Shunda bola xayol qilib, egasi bo'lmasa, mushukni bir necha bolasi hali yura olmasa, qanday ovqatlanadi deb yonidagi do'kondan konserva sotib olib, uni ochib, mushuk bolalariga taqdim qilibdi va shoshilib turganligi bois shifoxonaga tezda ravona bo'libdi. Borib onasi yotgan reanimatsiya xonasiga kirsa, onasi joyida yo'q edi. Farzand bir oz o'yga cho'mdi. Kech qoldim deb o'zini koyiy boshladi. Shu payt hamshira o'tib qoldi. Sarosimaga tushgan farzand, "Kechirasiz, shu xonada onam bemor holda og'ir yotgandilar" deb iymanib so'radi.
Hamshira ona biroz yaxshi bo'lganligi uchun boshqa xonaga olinganligini aytib, xonani ko'rsatdi. Farzand xonaga kirib, ona izorni ancha tetiklashib, bemalol yotgan holida ko'rdi va xursandchiligi ichiga sig'may, "Assalomu alaykum onajon. Alloh sizga shifo bersin. Nima mo'jiza ro'y berdi?" deb so'radi. Onasi, "Bolam, ahvolim juda og'ir, xushsiz bir ahvolda komada yotgan edim. Birdaniga ko'zimga bir mushuk va bolachalari qo'llarini ko'tarib, Alloh taologa shifo so'rab duo qila boshlagani ko'rindi. Shunda shu zahoti o'zimda darmon va quvvatni his qildim. Ahvolimni tekshiruvdan o'tkazgan shifokorlar ham ko'zlariga ishonmay, hayron qolishdi va meni oddiy xonaga o'tkazishdi" deb javob berdi. Ajabo, buyuk Allohning karami kengdir. Rahmatining chek-chegarasi yo'q. O'zi xohlasa bir daf'ada balolarni ko'taradi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bemorlaringizni sadaqa berib davolanglar deb marhamat qilganlar. Bir jonzotga rahm qilinganga berilgan sadaqa mukofoti shudir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yarimta xurmo berib bo'lsa ham olovdan saqlaninglar deb bizlarga mehribonchilik ko'rsatganlar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadislarda sahobalar: "Ya Rasululloh, bizga hayvonlarda ajr bormi?" deyishdi. U zot: "Ha, har bir tirik jonda ajr bor" dedilar. Yaxshiliklarimizni bir-birimizdan darig' tutmaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Agar videoni